Bosqinlar ostida toptalgan va qulayotgan vatanimni asrab qolish, uni yana qayta ulkan mamlakatga aylantirish otashi ila tunu kun yondim. Baland uchar samoda lochin, mag'rur tog'lar adirlar uzra, shu zaminning tinchligi uchun kimdir uyqu bilmaydi sira. Baland uchar samoda lochin, mag'rur tog'lar adirlar uzra, shu zaminning tinchligi uchun kimdir uyqu bilmaydi sira. Baralla kuylaymiz madhingni, saflarda biz turib mardona, orzuyimiz ko'rmoq baxtingni, tengsizim jahonda yagona. Baralla kuylaymiz madhingni, saflarda biz turib mardona, orzuyimiz ko'rmoq baxtingni, tengsizim jahonda yagona. Chegaramiz yurt ostonasi, muqaddas va daxlsiz sarhad. Mardon yurak o'g'lonlaring, sen uchun qalqon to'abad. Chegaramiz yurt ostonasi, muqaddas va daxlsiz sarhad. Mardon yurak o'g'lonlaring, sen uchun qalqon to'abad. Daryolaring shildirashida hayot qo'shig'i yangrab turar. Sodiq farzandlaring ko'ksida jon elim deb yuraklar urar. Daryolaring shildirashida hayot qo'shig'i yangrab turar. Sodiq farzandlaring ko'ksida jon elim deb yuraklar urar. Baralla kuylaymiz madhingni, saflarda biz turib mardona, orzuyimiz ko'rmoq baxtingni, tengsizim jahonda yagona. Baralla kuylaymiz madhingni, saflarda biz turib mardona, orzuyimiz ko'rmoq baxtingni, tengsizim jahonda yagona. Chegaramiz yurt ostonasi, muqaddas va daxlsiz sarhad. Mardon yurak o'g'lonlaring, sen uchun qalqon to'abad. Chegaramiz yurt ostonasi, muqaddas va daxlsiz sarhad. Mardon yurak o'g'lonlaring, sen uchun qalqon to'abad. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdir azal. Kim yurtidan yovni quvsa, Mendirman o'sha, kim yurtiga sodiq tursa, mendirman o'sha, mendirman o'sha. kim yurtidan yovni quvsa, Mendirman o'sha, kim yurtiga sodiq tursa, mendirman o'sha, kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha, kim yurtiga sodiq tursa. mendirman o'sha, mendirman o'sha.
ko'zga sursa mendirman o'sha, mendirman o'sha. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga, yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharafdir menga, yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga, yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharafdir menga, yigit uchun vatan deb yashamoq go'zal. kim yurtidan yovni quvsa Mendirman o'sha, kim yurtiga sodiq tursa mendirman o'sha. kim yurtidan yovni quvsa Hurmatli maktabimizning yuqori sinf o'quvchilari, sizlarni mana bugun boshlang'ich sinf o'quvchilari 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan tabriklaydi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi madhiyasi kuylanadi.
birinchi navbatda yaxshi o'qish kerak. Hurmatli yuqori sinf o'quvchilari, sizlarni boshlang'ich sinf o'quvchilari bayramingiz bilan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik va kelgusi ishlaringizda, o'qishlaringizda omad tilaymiz. Hozir yuqori sinf o'quvchilarini boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlari tayyorlagan sovg'a bilan tabriklashadi. Hurmatli aziz o'quvchilarim, mana hammamizga ma'lumki, bugun 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Mana shu Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan mana shu 1G sinfida o'qiydigan barcha o'g'lonlarimizni, mard, jasur yigitlarimizni ushbu bayram bilan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, o'qishlaringizda zafarlar tilab qolaman. Mana o'qituvchingiz tomonidan va sinfingizdagi mana shunday bir-biridan shirin, shakar qizaloqlar maktab ma'muriyati tomonidan mana shu 1G sinfida o'qiydigan jasur o'g'lonlarimiz uchun asosiy e'tibor qaratilgan. Va bu e'tiborni ular o'zlarini mana shu
arzimas sovg'alari bilan sizlarni tabriklamoqchi. Qani bitta ha o'g'il bolalarimiz kelsin-da, shu qizlarimiz nomidan, o'qituvchisi nomidan mana shu kitob bilan nima qilamiz? Taqdirlaymiz. Qani kelinglar. Qani tabriklash mumkin. Dadajonlarimizni, bobojonlarimizni, akalarimizni, nima? Amaki, tog'alarimizni ushbu bayram bilan nima qilamiz? Tabriklaymiz. Endi sovg'alar tayyorlangan. O'g'il bolalarimiz uchun, yigitlarimiz uchun hozir sovg'alarni beramiz. Ahmedjon, marhamat. Tabriklayman, aqlli o'g'lim. Qayerdagi? Salimjon, marhamat. Salim. Qayerdagi? Tabriklayman, sog' salomat katta bo'l. Qayermi? Muhammad Ali. Tabriklayman, sog' salomat katta bo'l. Qayermi? Sardorjon. Tabriklayman, sog' salomat katta bo'l. Qayermi? Bunaqa bayramlarni juda ham ko'pini nishonlash nasib qilsin. Karimjon. Yo'q. Bayramlarni bilan tabriklayman, sog' salomat katta bo'l. Qayermi? Musabek. Yo'q. Eski. Bayramlarni bilan tabriklayman, sog' salomat katta bo'l. Qayermi? Alisher. Tabriklayman, bayramlaring muborak bo'lsin. Sog' salomat katta bo'l. Muhammadjon Najmiddinov. Tabriklayman, bayramlaring muborak bo'lsin. Sog' salomat katta bo'l. Qayermi? Ahmedjon Zoirov. Yo'q. Bayramlaring muborak bo'lsin. Sog' salomat katta bo'l. Qayermi? Aniljon. Yo'q. Aqlli o'g'il. Odobli o'g'il. Bayramlaring bilan sog' salomat katta bo'l. Navbatdagi o'quvchi Qayumbek. Bayramlaring muborak bo'lsin. Sog' salomat katta bo'l. Navbatdagi o'quvchi Davlatjon. Davlatjonni katta o'yin chaqirchiq. Bayramlaring bilan tabriklayman. Sog' salomat katta bo'l. Qayda o'qiladi? O'g'illarni yana bir marta tabriklaymiz. Qizlar qaysaklar. Endi sovg'a